56 qora so'z. Eng katta savob bilim va ilm berish. Har bir inson yaxshilik qilishni xohlaydi. Kimdir pul beradi, kimdir kiyim beradi, yana kimdir moliyaviy yoki ruhiy yordam ko'rsatadi. Bu ishlar albatta savobdir, ammo bunday yordam ko'pincha vaqtinchalik bo'ladi. Bugun berilgan yordam ertaga tugaydi, yana muhtojlik paydo bo'lishi mumkin. Ba'zan esa yordam olgan odamni qalbiga bu og'ir botadi. U o'zini qarzdor his qiladi yoki ichida bir noqulaylik paydo bo'ladi, chunki inson tabiatida mustaqil bo'lish istagi bor. Shuning uchun eng dono yordam odamni qaram qilish emas, balki uni o'z oyog'ida turishga o'rgatishdir. Buning eng to'g'ri yo'li esa bilim va ilm berishdir. Pul bir kunlik yordam, mol-mulk vaqtinchalik yordam, lekin ilm umr bo'yi xizmat qiladigan boylikdir. Ilm olgan odam yo'lini topadi, muammolarini qanday hal qilishni o'rganadi va o'z hayotini o'zi qurishni boshlaydi. Shuning uchun ilm berish eng katta savob sanaladi. Chunki siz bir odamni emas, uni kelajagini o'zgartirasiz. Donolar shunday deydi: odamga baliq bersang bir kun to'yadi. Odamga baliq tutishni o'rgatsang umr bo'yi to'yadi. Xalqimiz ham bekorga aytmagan: bu dunyoni jannat qilishni istasang ilm ulash. 57 qora so'z. O'zim deganda ho'kizdek kuchim bor. Xalqimizda bir ibora bor: o'zim deganda ho'kizdek kuchim bor. Bu so'zni ichida juda chuqur ma'no yashiringan. Har bir insonni qalbida, yuragining eng ichkarisida tug'iladigan orzu va niyat bo'ladi. Agar bu orzu insonni ichidan, qalbidan, ruhidan chiqsa, u odamga g'ayrioddiy kuch beradi. Bu kuch oddiy kuch emas. Bu kuch insonni oldinga tortadi. Charchashni ham, qo'rquvni ham unuttiradi. Shunday payt bo'ladiki, odam bir maqsadga kirishib ketadi. U ovqatni ham unutadi, uyquni ham unutadi. Qiyinchiliklardan qo'rqmaydi, chunki bu yo'lda uni harakatga keltirayotgan narsa ichki ishonchdir. Qalbidan chiqqan maqsad aslida Allohni inson qalbiga solgan ishonchidir. Ya'ni Alloh insonni yuragiga bir niyat, bir chaqiriq, bir vazifa beradi. Shu vazifani bajarish uchun esa uni ichiga kuch ham beradi. Ammo boshqa odamlarni ko'rib, ularga taqlid qilib qilingan maqsadlar bunday kuch bermaydi, chunki u maqsad yurakdan chiqmagan bo'ladi. U faqat ko'z bilan ko'rilgan, quloq bilan eshitilgan xohish bo'ladi. Shuning uchun xalqimiz bekorga aytmagan: o'zim deganda ho'kizdek kuchim bor. Bu inson o'z qismatiga, o'z vaziyatiga yaqinlashgan paytda paydo bo'ladigan kuchdir. Odam o'sha paytda o'zidan ham hayron qoladi. Qayerdan bunchalikda sabr, bunchalikda quvvat kelayotganini tushunmaydi. Aslida esa bu holat insonni o'z yo'liga ulangan payti, ya'ni taqdir unga berilgan vazifaga yaqinlashganligini bildiradi. 58 qora so'z. Orzuying va maqsading bir bo'lsa, murodingga yetasan. Hayotda ko'p odamlarni orzusi bor, lekin hammasi ham maqsadiga yetavermaydi. Sababi oddiy. Orzu bilan maqsad ko'pincha bir-biridan ajralib ketadi. Orzu qalbni istagi, maqsad esa ongni yo'li. Agar insonni orzusi boshqa tomonda bo'lsa, maqsadi boshqa tomonda bo'lsa, u ichida ikkiga bo'linib qoladi.
Bir taraf tortadi, ikkinchi taraf to'xtatadi. Shuning uchun bunday odam ko'p harakat qilsa ham oldinga katta siljish bo'lmaydi. Lekin shunday insonlar bor, ularni orzu qilgan narsasi ham, maqsadi ham bitta yo'lda bo'ladi. Qalb xohlaydi, aql esa shu yo'lni rejalashtiradi. Mana shunda inson ichida katta kuch paydo bo'ladi. Orzu yurakdan chiqadi, maqsad esa shu orzuga olib boradigan yo'lni belgilaydi. Ikkalasi birlashgan paytda insonni har bir qadami ma'noga ega bo'ladi. U charchasa ham to'xtamaydi, yiqilsa ham yana turadi, chunki u nima uchun yurayotganini aniq biladi. Shuning uchun dono odam avval o'zidan so'raydi: meni orzuyim bilan maqsadim bir yo'ldami? Agar ular birlashsa, inson asta-sekin murodiga yetadi. Chunki qalb ham, aql ham bir yo'nalishda harakat qilyapti. Xalq orasida bekorga aytilmagan: orzu bilan maqsad birlashgan joyda murodga erishish eshiklari ochiladi deb. 59-qora so'z. Katta qadamdan kichkina va mayda qadamlar muhimdir. Hayotda ko'pchilik katta natijaga tez yetishni xohlaydi. Shuning uchun odamlar katta qadamlar tashlashga harakat qiladi. Lekin ko'pincha katta qadam odamni charchatadi, ba'zan esa yiqitadi ham. Aslida esa hayotning sirlaridan biri shuki, katta natijalar katta qadamlar bilan emas, kichik va mayda qadamlar bilan keladi. Bugun ozgina harakat qilish, ertaga yana ozgina oldinga yurish, mana shunday mayda qadamlar vaqt o'tib ulkan yo'lni bosib o'tadi. Inson o'zi ham sezmay qoladi, lekin u juda uzoqqa yetib boradi. Katta qadam tezlik beradi, lekin har doim ham barqaror bo'lmaydi. Kichkina qadam esa sekin bo'lsa ham to'xtamasdan oldinga olib boradi. Dono odam shuni yaxshi tushunadi. U birdan sakrashga urinmaydi. U har kuni kichkina qadam qo'yadi, chunki u biladi, mayda qadamlarni yig'indisi katta natijani berishini. Shuning uchun yodda tuting, katta qadamlardan ko'ra kichkina va mayda qadamlar muhimdir. Unutmang shuni. 60-qora so'z. Velosipedni qayta kashf qilishingiz shart emas. Hayotda ko'p odamlar hamma narsani noldan boshlash kerak deb o'ylaydi. Go'yoki hamma yo'lni o'zi topishi, hamma narsani o'zi kashf qilishi kerakdek tuyuladi. Lekin bu fikr ham doim ham to'g'ri emas. Chunki sen tug'ilgunga qadar bu dunyoda juda ko'p narsalar allaqachon yaratilgan. Ilm ham, tajriba ham, yo'llar ham ko'p avlodlar tomonidan sinab ko'rilgan. Shuning uchun velosipedni qayta kashf qilishni hojati yo'q. Donolar shuni yaxshi tushungan. Ular hamma narsani boshidan boshlamagan. Ular o'zlaridan oldin yashagan insonlarni bilimlaridan, tajribalaridan foydalanganlar. Insonni vazifasi hamma narsani qaytadan ixtiro qilish emas, insonni vazifasi mavjud narsani yanada mukammallashtirishdir. Oldingi avlod yo'l ochgan bo'lsa, keyingi avlod uni kengaytiradi. Oldingi avlod bir narsani yaratgan bo'lsa, keyingi avlod uni yaxshilaydi. Shuning uchun dono odam vaqtni bekorga sarflamaydi. U tayyor tajribani o'rganadi, undan foydalanadi va ustiga yana o'z hissasini qo'shadi. Bu qora so'zni hikmati shuki, velosipedni qayta kashf qilish shart emas. Sening vazifang uni yanada mukammal qilishdir. Xulosa. Bu kitobda yozilgan qora so'zlar oddiy gaplar emas. Bu so'zlar hayotdan olingan haqiqatlar.
Inson boshidan o'tkazgan tajribalar ajdodlarimizdan qolgan donolikdir. Har bir qora so'z insonni o'ylashga, o'z hayotiga nazar tashlashga va o'zini anglashga undaydi. Hayot oddiy emas. Unda quvonch ham bor, qayg'u ham bor, unda muvaffaqiyat ham bor, sinov ham bor. Lekin hayotning eng katta ustozligi shundaki, u har bir insonga nimanidir o'rgatadi. Kimdir bu saboqni tez anglaydi, kimdir esa uzoq vaqt o'tib tushunadi. Bu kitobdagi qora so'zlar insonni bir narsaga chaqiradi: o'z hayotiga ong bilan qarashga. Inson boshqalarga qarab emas, o'z qalbiga qarab yashashni o'rganishi kerak. Chunki har bir insonni yo'li ham, sinovi ham, taqdiri ham o'ziga xosdir. Hayotda eng muhim narsa insonni ichki dunyosidir. Agar insonni qalbi toza bo'lsa, niyati pok bo'lsa va u yaxshilik qilishga intilsa, hayot ham unga o'z eshiklarini ochadi. Agar inson yomon niyat bilan yashasa, hayot ham unga o'sha niyatlar aksini ko'rsatadi. Shuning uchun bu kitobdagi har bir qora so'z insonni bir narsaga undaydi. Hayotni tushunib yashash kerak, chunki hayot ko'r-ko'rona o'tkaziladigan yo'l emas, balki anglab o'tiladigan safardir. Bu qora so'z sizga yo'l ko'rsatishi mumkin, lekin yo'lni baribir o'zingiz yurishingiz kerak. Har bir inson o'z hayotini ustasi, o'z taqdirini muallifidir. Agar bu kitobdagi birgina so'z ham sizni o'ylantirsa, qalbingizga tekkan yoki hayotingizga ozgina bo'lsa ham nur olib kirgan bo'lsa, demak bu kitob o'z vazifasini bajargan bo'ladi. Hayot davom etadi, inson o'rganishda davom etadi. Donolik esa har doim oddiy so'zlar ichida yashaydi. Yozuvchidan yakuniy so'z. Aziz o'quvchi, qo'lingizdagi bu kitob oddiy yozilgan satrlar emas. Bu yerda yozilgan qora so'zlar hayotdan olingan saboqlar, kuzatuvlar va inson boshidan o'tkazgan haqiqatlarni yig'indisidir. Bu so'zlar bir kunda yozilmagan. Ular vaqt, tajriba, xatolar va hayotni o'zi orqali shakllangan fikrlardir. Hayot insonni doim o'qitadi, ba'zan yumshoq qilib, ba'zan esa qattiq qilib o'rgatadi. Kimdir bu saboqlarni tez anglaydi, kimdir esa yillar o'tib tushunadi. Ammo bir haqiqat bor: hayotdan olingan saboq eng kuchli ustozdir. Bu kitobdagi qora so'zlar sizga tayyor yo'l bermaydi, u faqat yo'lni ko'rsatadi. Qaysi yo'l bilan yurish esa har bir insonni o'z tanlovidir. Chunki har bir inson o'z hayotini ustasi, o'z taqdirini yaratuvchisidir. Agar bu kitobdagi birgina so'z sizni o'ylantirsa, qalbingizga tegsa yoki hayotingizga ozgina bo'lsa ham nur olib kirsa, demak bu kitob yozilishdan maqsadiga yetgan bo'ladi. Hayot davom etadi, inson o'zgarishda davom etadi. Donolik esa ko'pincha eng oddiy so'zlar ichida yashaydi. Shuni unutmang, hayotni tushunib yashagan inson haqiqiy boy insondir. Hurmat bilan, muallif Yulduz Mahambetovna. Kitobni o'qish uchun vaqt ajratganingiz uchun tashakkurlar aytaman.